Samira, siz kimga ko'proq ishonasiz? Oyingizgami yo o'sha Shohjahongami? Ikkalasiga ham ishonaman. Oyingizga nima uchun ishonasiz? Shohjahonga nima uchun ishonasiz? Keling, o'ylab ko'ramiz. Oyi sizni hech aldaganmi? To'g'ri. Jahllari chiqqanda sizni kaltaklashlarini unutib javob bering. Oyingiz sizni og'ir ahvolga, muammoli vaziyatga solib qo'yganmi? Yo'q. Mana, ishonch bilan ikkilanmasdan javob beryapsiz. Endi ko'z oldingizga Shohjahonni keltiring. U sizni aldaganmi? Yomon vaziyatga solib qo'yganmi? Nega ikkilanyapsiz? Shohjahonga nisbatan ishonchingiz past, to'g'rimi? Mana men sizni majburlamadim, bosim o'tkazganim yo'q. O'zingiz tan olib turibsiz. Shohjahonga nisbatan ishonchingiz past. Endi shunaqa bo'lsa-da, u haqda yonib gapiryapsiz. Nima uchun tushuntirib bera olmayapsiz? Bilmadim. Keling, men tushuntirib beraman. Shohjahon siz shirin gapga, mehrga zor bo'lgan paytingiz oldingizda paydo bo'lgan. Oyingiz urushganidan xafa bo'lgan paytingizda, to'g'rimi? Aynan taskinga, tasalliga zor paytingizda Shohjahon hayotingizda paydo bo'lgan. Shu payti siz unga suyangansiz. Aslida o'zingiz uni yaxshi inson emasligini aniq bilasiz. Samira, endi hissiyotlar bilan emas, aql bilan ish qiladigan payt keldi. To'g'ri, biz ayollarda hissiyot kuchli bo'ladi. Lekin har doim ham hissiyot bilan emas, aql bilan ish qilish kerak. Balki u aldamayotgandir. Shohjahonni talabaligi rostmi o'zi? Demak, sizdan shartnoma uchun pul olgani ham yolg'on. Aslida u sizdan o'z foydasi uchun pul olgan. Endi ko'zingizni oching. Aql bilan ish qilishni o'rganing. Vaqtimiz tugab qopti. Aytgan topshirig'imni bajardingizmi? Barakalla. Yana bajarishingiz kerak. Oyingizga ko'p yaxshi ko'rishingizni ayting. Bu haftaga yana bir topshiriq bor sizga. Shohjahon sizga qo'ng'iroq qilsa, ko'tarmaysiz. Meni tushundingizmi? Ha. Mayli. Siz bilan kelasi hafta ko'rishguncha. Bo'ldimi? Ketdikmi? Ha, bo'ldi. Kelasi hafta kelasizlar. Sen chiqaver, hozir. Sizga aytgan o'sha topshirig'im hali ham o'z kuchida. Menga qarang, u yigit bilan gaplashmagin deb aytdingizmi? Samira ikki o't orasida qolgan. U yigitga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmaydi. Ha deb unga yigitni yomonlab bermang. O'zi tahlil qilishiga, o'zi fikrlab, xulosa qilishiga qo'yib bering. Qiziqsiz-a? Nima u yigit bilan gaplashaversinmi endi? Agar qiz bola gaplashishni istasa, qorovul qo'ysangiz ham gaplashadi. Shunday ekan, ko'p ham to'sqinlik qilmang. O'zi fikrlab, bir xulosaga keladi.
qizingizni yaxshi ko'rishingizni ayting, uni bag'ringizga bosing. Xo'pmi? Xo'p, tushunarli. Rahmat sizga. Ko'rishguncha. Yaxshi yetib oling. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Xo'p, bo'ladi, aytib qo'yaman. Tinchlikmi? Kim telefon qildi? Mahalla xotin-qizlar qo'mitasidan qo'ng'iroq qilishdi. Ertaga borishingiz kerak ekan. Anavi eri kaltaklagan ayolga shifoxonadan javob berishlari mumkin ekan. Shunga sizni chaqirishdi. Ertalabgami? Ha. Unda ertalabki ikkita qabulni bekor qilasanmi? Ha, bekor qilaman. Yaxshi. Dilxush. O'zingni ahvoling yaxshimi? Qanaqadir boshqachasan. Parishonsan. Yaxshiman, ustoz. Ha, mayli. Men xonamda bo'laman. Xo'sh. Sattorov Shohjahon taniysiz, shundaymi? Ha, taniyman ularni. Qanday qilib taniysiz? Bizni mijozimiz. Men ishlaydigan kafega tez-tez kelib turadilar. Nima, kafeda ishlaysizmi? Ofitsiantman. Kafedan tashqari ham hech gaplashib turarmidinglar? Ha, gaplashib turamiz. Aka uylanmoqchi. O'shanga qiz izlab yuribmiz. Shu masalasida tez-tez gaplashib turaman. Kimga? Qarindoshlaringizgami? Voy, yo'q, qarindoshlarim hammasi viloyatda-ku. Shu yerda maktabni endi tugatayotgan qizlardan-da. Aka o'qimagan. O'shaning uchun o'qimagan qiz qidiryaptilar. Tushunmadim. Siz viloyatdan bo'lsangiz, maktab o'quvchilarini qayerdan taniysiz? Men narsa sotaman. Pardoz buyumlar, shampun, xullas, shunga o'xshagan narsalar. Anchadan beri shug'ullanasizmi bu ish bilan? 2 yilcha bo'lib qoldi. Hech o'ylab ko'rmadingizmi? 2 yildan buyon nega Shohjahon akamga yordam berib kelyapman deb. Bundan tashqari tinimsiz qizlar bilan uchrashtiryapman deb. Hozir o'zi yigitlar ham, qizlar ham shu. Mana, o'zimni tog'amni o'g'liga ham 3 yildan buyon qiz qidiramiz. Hali uylanganlar yo'q. Yaxshi qiz, diqqat bilan eshiting. Siz tushunmadingiz. Qiz topa olmaslik boshqa. Tinmasdan yangi qizlar bilan uchrashish boshqa. Siz uni qizlar bilan tanishtirib yurgan, shunaqami? Yo'q, faqat telefon raqamini berganman. Hech xayolingizni bir burchagiga kelmaganmi? Nega bu Shohjahon akamga yordam berib kelyapman, firibgar bo'lsa-chi degan xayolingizga kelmaganmi? Firibgar? Ha, firibgar. Hozircha Sattorov ustidan 3 ta shikoyat arizasi tushgan. Hammasi pul yoki tilla berib aldanganlar. Siz jinoyatga sherik hisoblanasiz. Qanday qilib? Oyim plastik kartasini berib yuborganlar. O'g'limni dorilarini olishim uchun. O'g'limni dorilari juda qimmat turishini, faqat buyurtma asosida olishimni bilmaydilar. O'g'ling yaxshimi o'zi? Davolanadigan vaqti kelgan. Mazasi bo'lmayapti.
Ma. Bo'lingni dorisini ol. Yo'q, ustoz, men ololmayman. Nimaga? Bo'lingni sog'lig'idan g'ururing afzalmi? Yoki men senga begonamanmi, a? Kodi 4-1. Rahmat, ustoz. Dilxush, agar men aytganlarimni tezroq amalga oshirib, Bobur akamni boshini aylantirsang, men moshinga yana 2 million qo'shib beraman. Hamma narsanga yetadi. Ayollar bor. Erini o'ynashidan aynitish uchun pulini ayamaydi. Ustoz esa meni eriga o'ynash qilish uchun hamma narsaga tayyor. Demak, jiddiy sabablari bor. Men buni tagiga aniq yetishim kerak. Alo, Ha, Shaki, Shohjahon aka, shu insofdanmi? nima? Meni aldab ishlatib yurgan ekansiz-ku. Jinoyatingizga sherik qildingiz buni ustiga. Qanaqa jinoyat? Nima deyapsan? Tergovchi chaqirdi. Odamlarning pulini aldab olib yurganmishsiz. Bilasan-ku, sen bilan sherikchilikda yomon ish qilmaganmiz. Men sizga sherik emasman, shuni yaxshilab bilib oling. Shaki, sen shu gapga ishondingmi? Anavi sen bilan janjallashgan qiz bor-ku, Samira. Ha, Shu Samirani ota-onasi meni ustimdan ariza yozib beribdi. Qizimni alda dedim. Shunga tergovchi sendan gap olmoqchi bo'lgan. Sen menga qanaqa sherik bo'lasan? Biror kimdan menga pul olib bergan joying bormidi? men ham shuni aytyapman-da, aka. Tergovchilar o'zi shunaqa qilishadi. Qistovga olib hamma gapni bilib olishadi. Seni ham qo'rqitib, ko'p gap olishmoqchi bo'lgan. Ehtiyot bo'lib gapirgin. Ha, lekin baribir ehtiyot bo'lganim yaxshi. Aka, boshqa siz bilan ishlamayman. O'zi bir viloyatdan kelgan qiz bo'lsam, tinchgina ofitsiantligimni qilib yuraveray. Bo'pti, Shaki. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Xo'p. Ish jiddiy tus olyapti. Nima qilib bo'lmasin, Samirani o'zimga bo'ysundirib olishim kerak. Shakini tergovga chaqirishganiga qaraganda ahvol chatoq.
Kimdir so'rasa dadam olib ketgan dedi. Kelishdik. Yur, mana bu yoqqa o'taylik. Maktabdan uzoqdamiz-ku. Xo'p. Bu senga. Uzukmi? Ha, uzuk. Sen uchun oldim. Hozir shunchaki taqib turishingga oldim. Meniki ekanligingni bildirib turadi. Fotihamizda olmos ko'zligidan olaman Samira. Ha, aytgancha. Ota-onang bilan gaplashdingmi? Yo'q. Ota-onang menga ishonmasdan ustimdan ichki ishlarga yozib berishmoqchi edi. Shu arizani qaytarib olishimiz kerak, Samira. Odamlar eshitsa nima deydi? Bo'lajak kuyovni sudga beribdi deyishmaydimi? Samira, qolaversa men ham oyimni senga uylanishga zo'rg'a ko'ndirdim. Sen ota-onang meni sudga ustimdan yozib berishganini bilsa, oyim ham qarshi chiqishlari mumkin. Nega indamaysan, Samira? So'ramadingmi oyingdan? Sen nima balo qamalib ketishimni istaysanmi? Yo'q, Samira, bo'lmasa bugun borib, oyingga aytasan. Oyi, arizani qaytarib olaylik degan. Hammasi senga bog'liq. Nega unaqa qarayapsan menga? To'g'ri, zanjirni oldim, sotdim, mashinaga to'lov qildim. Lekin uni men sendan so'ramagandim, to'g'rimi? To'g'ri. O'zing olib chiqib berding. Samira, yaxshisi mana bunday qilamiz. Sen menga zanjirni sotishga bergandim. Shohjahon akam zanjirni sotib berdilar, xolos deysan. Kelishdikmi? Shunaqa deb yozib ber. Mumkin o'rtoq mayor. Ko'r. Firibgarlik ham avj olib ketgan. Hayron qolasan. Ha. To'g'ri aytasiz. Mana bu Shohjahon Sattorovning telefondagi yozishmalari. To'g'risini aytsam, men ham yo'q ushladim. Namuncha-ku. Hali ham hammasi emas. Pul olganlarni yozishmalarini chiqarib oldim. Shularni hammasidan olganmi? Yozishmada pulni o'zim olib boryapman deb yozgan. O'sha kungi bola-ya? Ko'rinishidan unaqaga o'xshamaydi. Ha, o'sha. O'zi shunaqalardan chiqadi bu ish. Zohidov, Labbay. shu bolani kelayotgan chorshanbaga chaqirasan. Keyin psixolog Bobur aka bor-ku, uni ham chaqir. Bobur aka lekin har chorshanba shu yerdalar. Bobur aka bizga ko'p narsani aniqlab beradi. Bundan tashqari, buni nega firibgarlik qilishi menga juda ham qiziq. Odamlar qanday qilib firibgarga aylanib qolishini bilmoqchiman. Meni ham qiziqtirib qo'ydingiz. Yanachi, ijtimoiy tarmoqlarimizga shu firibgarlik haqida axborotnoma yozib ber. Jabrlanganlar bo'lsa, murojaat qilishingizni so'raymiz degan xabar qoldi. Xo'p bo'ladi. Hoziroq borib shu ish bilan shug'ullanaman. Ketsam bo'ladimi? Bo'pti, boraver. Samira, shunaqa deb yozib bersang bo'ldi, go'zalim. Voy, nima deb yozib beraman? Ota-onamga nima deyman? Siz buni ariza yozib berishim uchun beryapsizmi? Meni noto'g'ri tushunyapsan, Samira. Go'zalim, Xudo xohlasa sen meni o'zimniki bo'lasan. Mana. O'ziginam kerak emas. Maraz.
Haliyam yig'layaptilarmi? Ha, boyadan beri. Nima qilsam ekan? O'zi yorilarmikan deb yuribman. O'zi nega unaqa qilayotgan ekanlar? Qizimizni hayoti sal notinch. Balki shungamikan. Yo'q. Uning uchun sizdan yashirib yig'lamasalar kerak. Siz nimalarni sezdingiz? Men haligi shu sal xomush yuribdilar. To'g'risini ayting. Yoki biror narsani bilasizmi? Yo'q, ha. Dilxush. Biror narsani biladiganga o'xshayapsiz. Biror nima dedimi? Yo'q. Nimayam derdilar menga? Bugun uyda o'zim gaplashib ko'raman. Mayli, mijoz kelsa xabar berarsiz. Xo'p bo'ladi. Demak, uyida ham nimalardir qilyaptilar ustoz. Maraz. Ittivachcha. Hali ota-onang mendan boshqasiga bermaydigan qilaman, shoshmay turgan. Dilorom bilan o'tirib jiddiy gaplashib olishim kerak. Mendan nimanidir yashiryapti. Sezdirmaslikka urinayapti. Lekin ichida bir g'alayon bor. Qandaydir g'am chekayapti. Nima bo'ldi ekan? Shu paytgacha mendan hech narsani yashirgan emas. Nega o'zgarib qoldi? Nima yashiryapti mendan? Gaplashgisi ham kelmaydi. Uni yaxshilab kuzatishim, o'tirib dildan gaplashishim kerak. Hay, Samira, ha bugun ham ovqat qilmabsan. Samira, tinchlikmi? Nega bunaqa o'tiribsan, bolam? Samira, senga nima bo'ldi qizim? Meni qo'rqitma. Nima bo'ldi? Yana o'sha bola biror nima dedimi? U rostdan firibgar ekan, oyi. Ha, firibgar deb aytdim-ku. Sen shu paytgacha ishonmaganding. Xafa bo'lma qizim. U xafa bo'lishingga arzimaydi. Men sizni yaxshi ko'raman jondan ortiq. Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Samira, meni kechir bolam. Hammasi uchun kechir. Siz ham meni kechiring, oyi.
Ziyod Zokirov haqida qanday xulosaga keldingiz, Bobur aka? Nimayam derdim. Shunchaki dangasa, boqimanda odam. Na o'qigan, na hunar o'rgangan, na mehnat qilgan. Xullas, bersang yeyman, ursang o'laman deydigan xilidan. Bolaga bilim bera olmasang, tarbiya bera olmasang, hech bo'lmasa mehnatga o'rgatish kerak ekanda, ha? Ha, shunday. O'zi ish yoqmasligi uchun ham doim uni xotini boqqan. Pul topib kelmasa, ustiga ustak xotinini urib, unga zulm o'tkazsa, shuning uchun ham xotini o'zini hayotiga qasd qilishga harakat qilgan. To'plangan materiallarni jo'nataman. Jinoyat ishi ochiladi menimcha. Ha, endi jazosini olsin. Xo'p, bugun 3 ta gumonlanuvchi bilan suhbatlashibsiz. Katta yordam istaydi. Rahmat aka. Ha, sizga ham rahmat. Mayli. Salomat bo'ling. O'tinglar. Yana bezovta qilib turamiz. Dilorom. Tinchlikmi? Mendan hech narsani yashirmayapsanmi? Ha, yo'q. Nimani yashirardim? Dilorom, odam yolg'on gapirayotganda o'zini qanday tutishini sen yaxshi bilasanmi yoki menmi? Siz yaxshi bilasiz. Unda nega meni aldayapsan? Biz bir paytlar hayotimiz yolg'onlar bo'lmaydi. Maqsadimiz bitta. Odamlarga yordam berish, halol mehnat qilish, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, shirin hayot kechirish demaganmidik? Unda nega meni aldayapsan? Nimaga menga yolg'onni ravo ko'ryapsan? Axir bilasan-ku, yolg'on dunyodagi eng yomon narsaligini, yolg'onning ortidan faqat yomonliklargina chiqishini bilasan-ku. Yoki menga ishonmay qo'ydingmi? Loram. Dilorom. Yoki menga suyanmay qo'ydingmi? Yoki meni sevmay qo'ydingmi? Dilorom. Seni shu qadar yig'latadigan nima bor qalbingda? Qachon bu qadar seni yuraging to'lib ulgurdi? Nega men shu paytgacha sezmay qoldim? Balki aytarsan. Ayta qolgin. Nima bugun? Faqat yig'layman, gapirmayman deb qasam ichganmisan? Gapirsang-chi. Nima bo'ldi? Gapir. Jonim. Bobur aka. Men kasalman. Xayriyat. Men sevmay qo'yganmisan deb o'ylayman. Muhabbatimiz o'lgan bo'lsa, shunga yig'layapsanmi deb o'yladim. Kasal odam tuzaladi, Dilorom.
Men tuzalmayman dadasi. Men saratonman. Ha, ketyapsanmi? Oyi, Amir uyg'onmadimi hali? Yo'q, hali. Ha, bugun mashg'ulotiga boradigan kuni-ya. Ha, shunaqa. Avvalgi gal mashg'ulotga olib borganimda bir ayol aytdi. Amirga o'xshaganlarni maktabi bor ekan. Ha, bor. O'sha maktabga beraman deb yuribman-da. Hamma maqtayapti. U yoqda akang kelinglar deb qo'ymayapti. Oyi, aytdim-ku. Qishloqqa borsam, Amir shu ahvolda qolib ketishi mumkin. Bundan battar bo'lishi ham mumkin. Shuni akamga aytmadingizmi? Bilmasam. Akang juda ko'p qolib ketdingiz deyapti-da. Oyjon, menga bu yerda keraksiz. Voy, hozir. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilxush, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman, Bobur aka. O'zingiz yaxshimisiz? Dilxush, biz ustozingizni tekshiruvlardan o'tkazgani olib ketyapmiz. Ertalabki hamma uchrashuvlarni bekor qiling. Tinchlikmi? Ustozingiz sal mazasi yo'q. Bugun faqat tushdan keyin mijozlarni qabul qilishga ulgursak kerak. Xo'p, tushundim. Hozirroq qo'ng'iroq qiling. Birorta mijoz yo'lga chiqib qo'ygan bo'lmasin tag'in. Bilasizki, har xil odam bor. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, tushundim. Voy, endi nima qildim? Ish qilib, mijozda daftari ishxonada qolib ketmagan bo'lsin. Dilorom, tushkunlikka tushma. O'zing saratonga chalingan qancha odam bilan gaplashgansan? O'zing bu kasallik tushkunlikni yaxshi ko'rishini bilasan-ku. Ha, bilaman. Demak, tushkunlikka tushma. Kayfiyating doim a'lo bo'lsin. Ko'proq dam ol. Xo'p. Ana o'tgan yil oldinga bir sho'x ayol kelgandi. Menimcha u ham saraton edi. Ana o'shandan o'rnak ol. Ha. U hayotni juda ham sevardi. Chin dildan kurashdi. O'zini hech ham xafa qilmaydi deganding. O'sha tuzalib ketdi-ku. Ana o'shandan o'rnak ol. Ikki oy oldin vafot etdi. Kasalligini bilganidan keyin 8 oy yashadi. Sen siqilma. Haligi Unda oxirgi bosqich edi. ana o'zim ham aytdim. Agar oxirgi bosqich bo'lmaganda, u ham yengardi. To'g'ri.
Alo. Opa, yaxshimisiz? Bormayman. Kelyapsizmi? Bormayman deyapman. Sal avval yo'lga chiqyapman degandiz-ku. Tushunmadingmi meni? Endi borgim kelmay qoldi. Olmayman pulingni. Sud orqali undiraman. Ma'naviy zararni ham undiraman hali. Mana pul qo'limda turibdi. Kelib olib keting, opa. Noinsof. Orqangdan qancha yugurdim, yalindim, berdingmi? Endi sen yugurasan. Yalinib, yolvorib, ustiga yetkazgan zararingni ham Opa, qo'shib unday berasan. qilmang. Endi uyingizga olib boraymi yoki? Manzilni tashlang, hozir boraman. Ana, uyimgacha olib kelib bermoqchi. Shu paytgacha aqling qayerda edi? Pulim yo'q edi, opa. Hozir mana pulim bor. Olib keting, qo'limda turibdi o'sha pul. Qayoqqa olib boray? Ayting. Bo'ldi, foiz o'tib ketdi. Men shikoyat arizasini yozdim ustingdan. Sudda ko'rishamiz. Opa. Opa. Hamma ishim teskari ketyapti.